Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar sizlar? Bugun men sizlarga juda ham iftorga ovqat o'rnida ketadigan salata tayyorlab berishni ko'rsataman. Bunga bizga 2-3 dona chesnok, rediska, 2-3 dona, yarimta limon men suvini chiqazib oldim. Kashnich va ukrop, bir bog' unaqa ko'k piyoz, 2 dona mana shunaqa qilib mayda qilib to'rab olinglar. Nimadan chiqazib olsanglar, cho'rpilardan yoki shunaqa sabzi, qizil sabzi bo'lishi kerak va mayda qilib to'ralgan karom. Hozir bismillah aytib ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib karom bilan sabzini bismillah qo'shib ozgina tuz solib yaxshilab ikkalasini aralashtirib olamiz va limonga qo'shib olamiz. Yaxshilab qo'limizda aralashtiramiz. Qaranglar, sirazi chesnogimni ham aniq pressdan chiqazib oldim-da, yaxshilab aralashtirib 5 minutga olib qo'yamiz. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin rediska, ukrop va kashnichlarimiz, ko'k piyoz, bularni ham aralashtirib olib qo'yamiz. Eng degustatsiya joyi yarimta limonni yana quyib yaxshilab aralashtiramiz. Bu yoqda 200 gram smetana, 100 gram qatiq va 1 choy qoshiq asal. Bularni hammasini bitta idishimizga solib aralashtirib olamiz. Hammasini solgandan keyin yaxshilab aralashtirib salatimizga qo'shib olamiz. Bunda mayonez bo'lmaydi, shu orqali shirin va juda ham noodatiy salatadan bittasi. Tayyorlab ko'rsanglar, sizlar uydagilarga ham yoqadi degan umiddaman. Hozir buni endi salatga qo'shib olamiz. Mana aralashtirib oldim. Endi buni sekin salatimizga qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz qo'shib. Mana men salatlarimni chiroyli qilib bezatib soldim. Bu videolarni menimcha sizlarga yoqsa degan umiddaman. Menga like bosishni va obuna bo'lishni unutmanglar. Ramazon oyida yaqinlaringizga qilib bersa, ovqat o'rnida, ayniqsa parhezli odamlar ham semizlikka moyil bo'lgan insonlarim qilib yesam, maza qilib ozib oladi inshaalloh.